Kriyanalik Aristipp miloddan avvalgi 430-355 yillarda o'tgan faylasufning foydasi shundaki, u har qanday odam bilan so'zlasha olish imkonini beradi, degan edi faylasuf Aristipp. Yunonistonning Kirena shahrida tug'ilib o'sgan bu faylasufning nevarasi bilan chalkashtirib yubormaslik uchun katta Aristipp deb atashgan. Aristipp avval Protokor, keyinchalik Suqrot qo'lida tahsil olgan. U rohatu halovat inson uchun eng oliy baxt deb hisoblovchi kriyenaliklar yoxud gedonistlar maktabini yaratgan. Aristippning eng sadoqatli izdoshlari orasida uning qizi Areta alohida ajralib turadi. Areta otasining ishini davom ettirib muallimalik qilgan va o'g'li kichik Aristippga ham falsafa ilmini o'rgatgan. Aristipp Suqrotning shogirdlari orasida birinchilardan bo'lib, tinglovchilardan pul olib ustoziga jo'natib turgan. Ham hashamdorlik va bashang kiyinishni xush ko'rgan noziktab Aristipp olam kezib, kiborlarcha hayot kechirgan. Afsuski, uning birorta ham asari bizgacha yetib kelmagan. Aristipp Korifen dengizida kemada suzib yurgan chog'ida qattiq bo'ron turadi. Faylasufning qattiq qo'rquvga tushganini ko'rgan yo'lovchilardan biri Aristippga deydi: "Biz oddiy odamlar unchalik qo'rqmayapmiz-ku, siz faylasuf bo'la turib nega buncha dahshatga tushyapsiz?" Aristipp unga shunday javob qaytaradi: "Siz ham, men ham hech shubhasiz aynan bir narsa xususida shirin jonimiz uchun qayg'uryapmiz-u, biroq har ikkimizning jonimiz turlicha qimmatga ega." Ya'ni o'zini yuqori qo'yadigan odamlardan ekanda, odamlarga qaraganda, yaxshi nimalari, har xil hikmatlari bor ekan. Tak, yaxshilarni o'qib. Johil bo'lib yashagandan qashshoqlikda kun kechirgan a'loroqdir, deydi Aristipp. Chunki qashshoqlar puldan, nodonlar esa odamgarchilikdan mahrumdirlar. Bir kuni meva-cheva archib o'tirgan faylasuf Dioxen yo'ldan o'tayotgan Aristippga: "Agar sen ham mana shu sabzavotlarni yeb qanoat qilganingda mustabid hukmdor saroyida xizmat qilishga majbur bo'lmas eding", dedi kinoyali qilib. "O'zing esa", dedi Aristipp, "odamlar bilan muomala qilmoqni bilganingda sabzavot archib o'tirmasding", dedi.